Toshkent City'da eng qimmat restorandan ovqatlanish nech pulga tushadi? Asabi Chatoli videoni o'tkazib ham bo'ladi. Buning uchun Toshkentdagi eng mashhurlar yig'iladigan Navikov restoraniga keldim. Birinchi qonli go'sht zakaz qildim. Bu menga 650 ming so'mga tushdi. Endi bu ovqatlarni salat bilan yemasam bo'lmaydi. Buratta salati menga 130 ming so'mga tushdi. Endi mabodo ma'lumot uchun bu restoranni Arkadiy Navikov degan bitta rossiyskiy brat ochganlar. Bu dunyo standartlariga javob beradigan Toshkentdagi yagona restoran bo'lsa kerak. Shuncha narsalarni o'zbekga o'xshab non bilan yemasam bo'lmaydi. Non olishim uchun men 150 ming so'm to'lashim kerak bo'ldi. Nonni marakuyli limonad bilan ichaman deb, limonadga 185 ming so'm to'ladim. Oxiri bitta bistroga ham zakaz qildim. 550 ming so'm. Restoranning dizayni, girgittonlari, hamma sharoitlari menimcha Toshkentdagi eng premium qimmati bo'lsa kerak. Xullas, Toshkentda oligarxcha ovqatlanish menga nech pulga tushganini ko'rishingiz mumkin. Aytgancha, foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna